Assalomu alaykum. Savollar uchun rahmat. Demak, javob beraman. Birinchi savol. Yapon tili maktabiga hujjat topshirdim. Отказ chiqdi. Ya'ni rad javobi berishdi. Qaytadan topshirsam, viza chiqish ehtimoli necha foiz? Javob: foizini hech kim bilmaydi. Lekin sizga viza chiqmaganligi sabablari bor. Asosan sizning homiyingizga ishonmagan. Homiyingizning bankdagi hisoblariga ishonmagan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun siz homiyni o'zgartirib, misol uchun onangiz bo'lsa-da, otangizga o'zgartirib, bank hisoblarini to'g'rilab, yaxshi pullar qo'yib, boshqatdan topshirsangiz bo'ladi. Yoki katta shaharga, Tokioga topshirgan bo'lsangiz, Tokio atrofiga yoki boshqa bir shaharlarga topshirib ko'ring. Albatta, yapon tilini bilish darajangiz shu haqida sertifikat bo'lsa, yana chiqish ehtimollari oshadi. Demak, navbatdagi savol. N4 bilan nima qilsa bo'ladi? Ya'ni yapon tili N4 darajasi bo'lgan odam nima ish qilsa bo'ladi deyapti menimcha. Bu yapon tilini siz boshlang'ich darajada bilasiz, yapon tilini o'qisa o'rgana olasiz deganini anglatadi. Shuning uchun yapon tili N4 olgan odam harakat qilsa albatta N3 ni, N2 va N1 ni ola oladi. N4 bilan ko'p ish qilsa bo'lmaydi, lekin o'qishga kirishga topshirsa yaxshi, yordami tegadi. Navbatdagi savol. Tokutei Ginodan o'qishga kirsa bo'ladimi? Ya'ni Yaponiyada Tokutei Gino vizasida bo'lib turib ishlab turgan kishi ishdan chiqib, ya'ni to'xtatib o'qishga kirmoqchilar menimcha. Bo'ladi, lekin juda ham qiyin. Uning uchun avvalambor siz kiradigan kollej yoki universitetga hujjatlar topshirib, imtihondan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ular sizga xat berish kerak, bizga o'qishga kirdi degan. Keyin o'shaning asosida siz vizangizni talabalik vizasiga o'zgartirishga topshirasiz. Demak, birinchi kerak bo'ladigan hujjat o'qishga kirganlik haqida ma'lumotnoma. Undan keyin o'sha sizga kim homiy bo'ladi siz o'qisangiz, o'sha ota-onangiz bo'lishlari mumkin. Homiyning o'sha bank hisobidagi pullari haqida ma'lumotlar berasiz va shu sababini keltirishingiz kerak. Nima uchun siz ishlab turgan joyingizdan o'qishga o'tishga qaror qildingiz? Siz haqiqatan ham o'qiy olasizmi? Sizni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bo'ladimi? Qiynalmaysizmi? Buni juda ham qattiq tekshirishadi. Shuning uchun siz bu savollarga avvalambor o'zingiz javob topishingiz kerak bo'ladi. Rahmat. Demak, navbatdagi savol. O'zbekistonda IT sohasida o'qiyman. Yaponiyaning top 10 universitetiga, top 10 talikka kiradigan universitetiga perevod qilsa bo'ladimi? Ya'ni o'qishda o'tkazsa bo'ladimi deyaptilar. Oldin O'zbekiston universitetidan kelib, Yapon universitetiga perevod qilganlar bo'lgan. Taniyman shunday odamlarni, lekin bu juda ham qiyin. Siz til bilishingiz darajasi qanday? Bu universitet imtihonlari topshirishingiz kerak bo'ladi. Menimcha juda ham murakkab ish. Undan ko'ra o'sha qisqa muddatga Yaponiyaga o'sha top universitetlarga o'qishga kelsangiz bo'ladi. Stipendiya yutib yoki o'z hisobingizdan harakat qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Navbatdagi savol, IT sohasiga ishga kirish haqida ayting deyishibdi. Endi men IT sohasiga ishlamaganman, bilmayman, lekin tanishlarim bor. Ular ham shu oddiy ishga kirish kabi suhbatlardan o'tishgan, hujjatlar topshirishgan, o'zlari haqida ma'lumotlar berishgan va o'sha IT sohasini ozgina bilsalar shu haqida ma'lumot berishadi. IT sohasi ham juda ham keng, buni har xil bo'lish mumkin, ya'ni darajaga oddiy hech narsani bilmaydigan IT sohasi ishchilari yoki juda ham professional ishchilar. Shuning uchun siz o'zingizni bilimlaringizga mos ish qidirsangiz albatta topiladi. Kompaniya o'zi o'rgatadi, bilimlaringizni, malakangizni oshiradi. Lekin sizda shuni o'rganish uchun potensial bo'lish kerak. Ular sizda potensialni ko'ra olish kerak. Rahmat. Demak, 4 yil universitetda O'zbekistonda o'qib, keyin Yaponiyaga borgan yaxshimi yoki Yapon tili maktabiga borgan yaxshimi deb savol berishibdi birdaniga.
o'qimasdan, ya'ni vaqtni tejab. Men O'zbekistonda 4 yil o'qib, keyin Yaponiyaga kelganman. Yapon tili maktabiga kelganlar ham bor. Bu sizning oilaviy ahvolingizga bog'liq. Ya'ni sizni qo'llab-quvvatlashsa, pul bo'lsa, yapon tili maktabiga kela olasiz, o'qiysiz albatta. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, siz O'zbekistonda universitetda o'qib, hattoki grant yutib tekinga kelsangiz ham bo'ladi. Bu uchun albatta bilim kerak, harakat kerak. Siz o'zingizning hayotingizdan kelib chiqib, bu narsaga qaror berishingiz kerak bo'ladi. Demak, navbatdagi savol Ejuken olish haqida ayting deyishadi. Ya'ni Yaponiyada doimiy yashash vizasini qanday qo'lga olsa bo'ladi? Bu uchun Yaponiyada 10 yil yashab, 5 yil ishlagan bo'lishingiz kerak. Yaxshi kompaniyada daromadingiz yaxshi bo'lishi kerak. Shakai hoken deyishadi, sug'urta to'langan bo'lishi kerak. Ya'ni qonunbuzarliklar qilmagan bo'lishingiz kerak. Sizni juda ham yaxshilab tekshirishadi. Shuning uchun siz yaxshi kompaniyaga ishga kirishingiz kerak albatta. Sizga tavsiyanoma kerak bo'ladi. Birga ishlaydigan yaponlardan bo'lsa juda ham yaxshi. Ya'ni siz Ejuken vizasiga o'tgandan keyin bu yerda siz yashab keta olasizmi, qiynalib qolmaysizmi moliyaviy jihatdan hammasini tekshirishadi. Shuning uchun qancha yaxshi kompaniya, katta kompaniyaga ishga kirsangiz, shuncha olish tezlashadi. Undan tashqari Ejuken olishning yana bir yo'li bor, qisqa yo'li, u yuqori malakali ishchi vizasiga o'zgartirib, keyin Ejuken olish. Bunday qilayotganlar ham bor albatta. Buning uchun albatta ballar hisoblanadi. N1 bo'lsa yaxshi ball berishadi, yaxshi kompaniyaga ishlashsa, daromadi yaxshi bo'lsa ballar ko'payadi va yuqori malakali ishchi vizasi qo'lga olinadi. Undan keyin Ejukenga topshirish osonroq bo'ladi. Barchaga omad. Yana savollar bo'lsa kutaman. Rahmat.